Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday yaxshimi? Hozir vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mablag' silish xatarlik. Mablag' solgan chog'da ehtiyotchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Mening ismim Farhod. Bugungi qonundan kelganlarni qizg'in qarshi olmay. Bugun yana shu oldin hisobniki so'zlaganlarimdan keyinni so'zlayman. Hech qaysini o'chirib o'tmadim. Ham desam shu Amerikadagi taraqqiyoti bundan keyingi 4-5 yılın içinde ya bo'lmasa 10 yılın içindeki iqtisodiy o'zgarish, Amerikadagi taraqqiyotdagi o'zgarish bizlarga qanday ta'sir bo'lganlarini uni so'zlayman bugun. Men oldingisini yana sal eskartib qo'ysam, bir narsani tushunganlar qarindishim. Shu Amerikadagi mushu sistemasi, butun dunyoda soğudu qavatqan çağda, Amerika dollari işletidigan mushu sistemasi, bu sistemi öğrenmegicha Amerikaning sistemasi hergiz öğrenmeydi. Amerika hergiz öğrenmeydi. Amerika yanında şundaq güçlük, Amerika dollari şundaq güçlük, muşlar mengayverdi. Nurg'un davlatlar Amerikaning bu sistemasi öğrenishga sinab baqdi. Mesela Rossiya, Xitoy degandek, lekin qilolmadi. O'ziniki pulni ishlatib, so'd qilamiz deb baktığı ki ondan kullanmadı. Peki ben oldin qilsamda, şu 1982 yıldaki vaqtda o'xshab qoldi bundan keyingi vaqtimiz degandim. Çünkü nima uchun deganda, bu 2008 yılı şu Fed Federatsiya bankası nima pul besishga boshladi. Hozirgacha to'xtatmadi. Asli to'xtatamiz deganda gaplar chiqdi. 2020 yılı yani qaytadan mangu pul basımız dedi. Bu 1971 yıldaki 1981 yıldaki vaqtda o'xshaydi. Hammasi 2008 1981 yıl 2008 1971 yıl o'xshash, yani 2020 1981 yıl o'xshash, balki shu vaqtda mesela to'xtaydi, yani altın bu narsalar tushishga boshlaydi. Ki köpük yerildi, o da aslında paras qilgan. Lekin 1978 yılı nima mush paychaklar hamsi o'sishga mang'an. Anki bizniki hozir qachon o'sishga mang'an? 2015 yılı o'sishga mang'an. Bu bo'lish shu Trumpniki oldiga chiqqan vaqtidan boshlab o'sishga mang'an. Andan keyin bu qachongacha o'sishga mang'an? Bu endi o'sishga qarab mang'di. Resmi çoğun ösüş 1982 yılı başlangan. Bu yıldan başlap 2000 yılda anadaki kriz yüz bergen. Anadaki düşüşke başlagan. 2-3 yıl toxtumay düşken. Bu jarayonda biz 20 yılda 18 yılın içinde belki o'ttirda 1-2 ya 3 yıl, mesela 1985 yılı ki 1992 ya 3 yılları bir düşken azraq. Yani ki qaytadan yana o'rlablanmagan. Anaki men nima deb uni o'xshatma degan chog'da, bu vaqtda hamma odam dollarga ishonch qilmay, jiq narsalarni boshqa narsaga mablag' solishga boshlagan. Masalan, oltin yo bo'lmasa paychak, shirkatlarning paychaklari sog'ligi uchun shirkatlar ishtik taraqqiy qilgan, paychaklarmi ishtik o'sgan. U chog'da faqatlam Amerikaliklarlar shunday qilgan. Hozir o'ylab qan, butun dunyo Amerikaning shirkatlari mablag' so'ratadi. Mushning o'zimi mushu dollarni kuchli qildi. Yana bir kuchli qilgan manba shu. Mushu Amerikaning shirkatlarining kuchliligi Amerika dollarini ishonchli qildi. Mushning o'zimi. Endi nima uchun Amerikaning shirkatlari shunchalik kuchli? Bu birisi mablag' silish, yana birisi Amerika shunchalik jiq bilimdor odamlarni o'ziga jalb qila oladi. Masalan, shunday jiq paravallari yaxshi davlatlar bor, masalan Avstraliya, Norvegiya, u degandek. Ularmi Amerikachilik unda o'zini jalb qila olmaydi yana. Nima uchun? Yana shu şirketlerindeki yuqori seviyelikleri üçün, anadaki şirketleri yuqori seviye bo'lgandan keyin ularga maoshlarini jiq berdi. Mushlarning hammasi
bu yaxshi bilimdar odamlarni o'ziga jalb qildi. Mushning o'zimi yana Amerika dollarini o'ziga ishonchli qildi. Hamsa bugungi sonniki narsani so'zlab kelsam, mushning keyini yana shu. Bugun nima so'zlayman degan chog'da shu sistema Amerikaningki shu sistema bundan keyin men degandim. Amerikaning 2008 2 trilyon qarzyapti, hozir 20 trilyon qarz var. Bundan keyin balkim 100 trilyon o'sishi mumkin degan gaplar bor. Shuningga bu qarzlarni mesela hozir Amerika bütün pullarni berib bütün dünyadaki GDP'sini ko'taryapti. Lekin o'z qarz bo'ladir. Buni boshqa taraflardan bu pullarni boshqa taraflardan ekilish kerak. Unda olsa Amerika qandaq yo'llarni qilib o'ziga pullarni ekib oladi. Ham bizga ta'sir bormi, bizga ziyon kelamdi. Lekin biz qandaq taqobil turishimiz kerak. Birinchisi bütün dünyadaki adamların meblag sağladığı çağda Amerika'nın şirketlerine payda oldu. Amerika'nın texnikleri texnik bek üstüdü. Bu için azrak qazı olsa Amerika özgümü yanıla payda. İkincisi, Amerika bütün adam Amerika'ya meblag sağladığı için bu adamların hemmisi Amerika'ya baş öyleydi. Tekst öyleydi. Şu demek siz oylap kalın. Sizin devletlerinizde bütün adam özünün devletine baş öyleydi. Lekin Amerika bir devlet, bütün dünya bir devlet için baş öyleydi. Oylap kalın. Ondan üçüncüsü, yine bütün adamlar bütün dünyadaki adamlar Amerika'nınki şirketlerine meblag sağladığı için, pay çekini şu yerde oynatmaları için, anandaki başka devletlerninki pay çekleri, şirketleri ularni taraqqiy qilish kerak. Ularni kalla o'yintidu. Ularni mablag' elishim kerak deb qanday qildi hozir? Amerikaningki bozorlarga o'zining pay chekini soldi. Masalan, Xitoyning Kurming shu pay cheklari bor hozir. Amerikaningki bozorda. Hong Kongdan chiqarib olib Amerikaga solganlari bor. Masalan, Alibaba, Tencent Music, Bilibili, Paycheck chiqilib. Keyin men so'zlab beray. Ondan mesela şu qalan devletlerim şu mesela Angliya, Avrupa şunda yuqori eng yaxshi şirketleriniki yangi texnikalarning hammasi hozir Amerikada mesela Nasdaqqa qarab shunda jiq yangi şirketlar bor. Hammasi high tech şirketlar. Shuningga bu şirketlar qanday qildi? Yana Amerikaga tax to'laydi, bosh to'laydi. Yani şu Amerikaga foydasi bor. Shuningga siz dikkat qilsangiz, mesela Amerika pul basgan chaqda 12 davlat pulga, dollarga uncha cho'ng ta'sir qilmaydi. Boshqa davlatlarga qaraganda. Boshqa davlatlar ozroq pul besmoqsin, shu zaman cho'ng ta'sir qildi. Ya ko'p puldi, ya inflation, pul baholchiliklari shunchalik ishlik yuz berdi. Yani onu asla kontrol qilib necha yil vaqt ketdi. Amerikaniki bu dollarniki kuchlikligi shu. Nurg'on odamlar xato tushundi, dollar anda bo'ldi, manda bo'ldi, pul paxalchiligi kelib chiqqan bo'ldi. Shu 1980-yilmi aşağıda pul paxalchiligi buldu degan. 1971-yildan boshlab. U pul paxalchiligi qachon kelgan? 30 yildan keyin 2000-yil ondan kelgan. Amaliyotda u pul paxalchiligi yo'q bu yerda. Hozirmi shu? Hozirmi shunda da'vatdir. Balkim bor, uni hech kim parasman qilolmaydi, uni qachon kelganini bilmaydi. Ammo odam shu so'zlaydi. Har yili so'zlaydigan nima? Bu yil keldi, krizis keldi. Yana bir yil kelgancha yana krizis keldi. Hozir yana to'xtamay yana o'sadi. Bütün 80% paychaklarning hammasi overvalue. Overvalue nima? Bahası üstünde ham deb. Ben azalda sizlarga da'vatma bahası ostidan vaqtida olamiz deb. Hozir ustidagi vaqtda qanday olamiz? Uni ayrim bir kunda so'zlab berman. Shuni overvalue bo'lganligi uchun shunga hozir butun dunyoniki bu davlatlarning shirkatlari Amerikaga boj to'laydi. Hamda to'ytinsi kelsak. Bular hamda ustidiklari hammasi paycheklari hammasi Amerika'nınki özünki şirketlerine payda qildi. Amerika'nın şirketlerinin texniklerini östürdü. Şuna Amerika belki onu belki düşürüp sizlerden pullardan
tutulib bunda qilgan yerler yok. Lekin pul tutilgan yerler nima degan chog'da boshqa narsalarga mablag' solgan vaqtingizda masalan altın yana buldu. Masalan neft, gaz, dollar almashtirish bularniki har kunlik shu savdolashish volume deymiz, savdolash miqdori shunchalik yuqori kundalikka o'rlayotdi. Leverage, margin deydigan bu narsalardan mening tavsiyalarim hargiz o'ynamanglar. Men ularni bir kun tushuntirib qo'ymayman. Balkim bexatar bunda o'ynaydigan usullar bor, ularni so'zlab berman. Shunaqa bu narsaniki o'sib chiqib qilsa Amerika'nınki hech qanday ta'sir qilmaydi. Masalan, shirkatlarga mablag' solgandek, shirkatlarni ko'taygandek, unda narsa yo'q. Ondan bu shu shirkatlarniki paychaklarning bazı mablag' solgan chog'da u bazı o'sidi. O'sib nagchi bordi, uni uqmaysiz. Masalan, bu narsalarniki o'sivermaydi. Bir yerga berib to'xtaydi, tushadi. O'sib, yana bir yerga berib tushadi. Masalan, oltin balkim o'siverdi. Kümüşmü belki. Qalan mesela neftni deydi. Hammasi 130 dollardan tushib ketgan vaqtida 100 dollarga qaytara o'sdi deb o'sishni oldi. Ondan keyin 80 dollar tushib qoldi. 70 dollar, 60, bultur 20 dollar tushib, keyin minus 30 dollar tushib qoldi. Bularning hammasi uyan. Shu Amerika o'ziniki pullarni yig'ib olish uchun bir xil qimorga o'xshash. Hargizmi unaga damiga tushib ketmang. Pek diqqat qiling. Hamma ularni so'zlab bermang. 5-si. Hozir yana nima taraqqiy qilyapti Amerikada desangiz, shu qimor uyonlari. Qanday qimor uyonlar? Telefondagi ya bo'lmasa ashta bir yerlarga berib otpayga ya boshqa qimorlar. Da kazino bu deydigan. Qanday desangiz Mesela kanunlar o'zgaryapti. Mushunga oid. Mesela bu burun 21 yosh kirgandan keyin ananki o'ynash kerak deydiganlar hozir 20 yosh, 19 yosh, 18 yoshga tushyapti. Jiq shtatlarda balkim 20-30 shtatlarda o'zgarib bo'ldi. Texim jiq shtatlarda hozir o'zgarishga meng'yapti yerim yo'lda. DraftKings deb bir nim bor, bir paychak bor. U shu ashta telefonda bizda qimor o'ynaydigan bir appda u. Ashniki nimasi paychiki 10 necha dollardan tuyuqsiz 50 dollarga chiqib qoldi hozir. Nima uchun? Mush xabarlar kelayotganligi uchun. Hammadan shu qimorga berilayotganligi uchun. Nima uchun hozir hammadan qimorlarga berildi? Siz o'ylab qo'ying. Chunki hammadaniki endi nima pul bor hozir. GDP o'rligashga hammadan endi pul bor. Sizdan mi yanınızda pul bo'lishi mumkin? Shunaqa ba'zan chog'da diqqat qiling. Hargizmi unda qimorlarga tushib ketmang. Cho'qim o'ylab pulingizni to'g'ri yerga ishlatib, to'g'ri yerga mablag' soling. Bu odamlarning hammasidan endi pul bo'lg'achqa birisi nima ish qildi? Qolishlaydiganlar mablag' soldi shirkatlarga, bu yerlarga. Qolganlar nima ish qildi? Ya bo'lmasa sayohat bu yerlarga berib o'ynaydi. Sayohat qismi yana Amerikaga jiq foyda oldu. Sayohat boshlagandiki hozir yana tek boshlab qo'yamdi. Hozir buni bir mishay qistirib qo'yay. Shu nimniki vaksiniki ba'zan xabarlar chiqdi yaqinda, balkim 7 yil ketishi mumkin dedi. Ba'zan davlatlarda 2-3 oy. Hozirgi suratniki nimasiga qaragan chog'da urushniki har oyiniki urush sonini qilib hisoblab, masalan Kanada bu davlatlar 4-5 yil 6 yillar ketadi. Amerikadagi bu yilning oxirigacha ketadi o'xshaydi. 75% urib bo'lish uchun har odamga 2 dan urish kerak. Andan keyin vaksinalar urib bo'lgandan keyin sayohat boshlandi. Sayohat boshlangandan keyin masalan aeroport ya aerodrom shirkatlari, hotel, mehmonxonalar, andan keyin yana nima qamoqxona, restoran bu narsalar, shularning hammasiga balkim Amerika'nın o'zidan şirketi bo'lmasmi? Amerika'ningki o'sha iqtisodchilari bunaqa allabron mablag' sarf bo'lgan. Ya'ni shu Amerikaga foyda qildi. Shunda bo'lganligi uchun mush narsalarga tushib ketib bordi. Ya'ni biz endi ba'zan chog'da yana boshqa o'zimizni bunda xo'shal qilgan narsalardan huzurlanamiz. Masalan, qimor o'ynamasakmi, Netflix kino ko'ramiz, Disney Plus,
Anda muşlarni hammasi shu nimga mau virusniki ta'siridan hozir hamma odamning endi pul bor, uyidan tilla chiqolmaydi, mush narsani ko'rib pul hajlayapti. Ularniki paychaklar berilyapti. Endi bu shu uniki. Endi oltinchisini so'zlasak, yana nim bor? Crypto, Bitcoin. Nimda endi Bitcoin, crypto deysiz degancha, chunki sizdan balkim qallangizni o'tmaydi. Nima, buni hukumat boshqarmasa, hech qanday hukumat undan foydalanmaydi. Biz sodalashsaqmi, hech qanday bosh to'lmaymiz anamanda. Lekin o'ylab qarang, nurg'un platformalar bor. O'shanda sodalashsangiz, qiljiq pul to'lab sodalaysiz. Lekin yana qanday shirkatlar bor, shu Bitcoin'niki chiqishini kontrol qilgan. Men hozir Bitcoin'niki ishlab chiqarishini oziltman. Ozlasam Bitcoin'dan bazı o'rlaydi. Anki chiqlasam bazı tushdi deganda, mushta kontrol qilgan shirkatlar bor. Shirkat platform shirkatlarning hammasi qanday qildi? Amerikaga bosh to'laydi. Ana keyin qanday shirkatlar bor? Masalan, maxsus shu qon qazgan, Bitcoin'ning qon qazgan shirkatlar bor. Bularning hammasi shu cho'ng warehouse, cho'ng binalarni setib, bütün hammasi kompüter 24 saat 7 kun to'xtamay ishlaydi kompüterlar o'zlari. Milyon shu tok pul to'laydi. Ularning hammasi nima? Yana shu nimaga kirdi? Amerikaga kirdi. Lekin sizga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin men shu faqatlam shu Amerikaga kelgan pullarning hammasini deyapman. Endi rasmiy sizga kelganini so'zlab beray. O nima? Masalan, siz agar Amerikada bo'lsangiz, balkim sizga ancha ta'sir qilmaydi, lekin siz Amerikaning tishida turib, Amerikaniki shirkatlariga mablag' solsangiz, paychaklarga mablag' solsangiz qanday bo'ldi? Masalan, men Avstraliyada turib, burun bizniki kon neft, temir kon neftlar yaxshi bo'lgan vaqtlari, masalan 2013-14lar vaqtlar, bu hozirgidan 5-6 yil burun bir Avstraliya dollari bir Amerika dollari bilan tengdi. Belki Avstraliya dolarımız sal qimmatli deydi. Lekin hozir nech bo'lib qoldi? 0dan 77 mi hozir? 0dan 75 deb turli. 0dan 75 dollar uçup qoldi. Amniyatım meniki o'ylig'im mushu o'zi asli bir muvofiq bahasi. Belki kan o'rligashga o burun shu Avstraliya dollari o'rlatayotgan bo'lishi mumkin. Ondan ki pul uçup kaldı neçə yıl. Anaki bultur 0dan 5 dollar uçup kaldı. Hazır yani öyle qaytib geldi. Eğer ben Amerikan payçakları məbləğ salmoqchi bo'lgan bo'lsam, ben 30 ming Avstraliya dollari chiqardim. Anaki buni men Amerika dollariga yo'tkidim. O'chaqda qancha pul bo'ldi? 22.500 Amerika dollari oldu. Bu pulni men chiqarib bir yil ya 2 yildek Amerikaniki paychaklari mablag' soldim. Yilga 20%dan uftummi deyli. 20%dan ufgan bo'lsam, bu pul nech bo'ldi 2 yildan keyin? Balkim 27 ming dollarlar bo'lishi mumkin. 28 mingmi deb turdi. 28 ming dollar bo'ldi. Men 2 yilda 22,5 mingni 28 ming qildim. 5 ming dollarda kutdim. Uftum emas, qozondim. Onun için qanday bo'ldi? Men bu pulni chiqarib olgan bo'ldim. Men ishlatgan bo'lib qolib, bu pulni men chiqarib olmay 2 yildan keyin. 2 yildan keyin men dedim, balkim Avstraliya Amerika dollari to'xtamay tushdi, balkim tushishi mumkin, qancha persentlar tushishi aniq emas, balkim 5% ya 10%. Uçağı tushgan chog'da qanday bo'ldi? Ya bo'lmasa Avstraliyaning kan nemisi yana o'rildi deb qo'yayli. Uçakda o'rlab Avstraliyaning 1 dollari Amerikaning 1 dollari bilan teng bo'ldi. Andan keyin men 2 yildan keyin bu pulni men chiqarib olgan bo'ldim. Lekin men chiqarib olgan chog'da mening pulim qancha Avstraliya dollari tegdi? 28 ming Avstraliya dollari tegdi. O'ylab qarang, men 30 ming dollar solgan.
Andan keyin men 2 yil uda 20% ufutgan bo'lsam-mu, yani qaytib kelgan puli qancha bo'ldi? 28 ming dollar. Buningda siz o'zingiz o'ylab qo'ying, u ham bormi, yo'qmi? Buningga biz qanday taqabul turamiz? Shuningga meniki o'ynaydigan yo'lim nima desanglar? Value investment, uzunga bahasiga o'ynaymiz. 10 yil, 20 yil, 30 yil. U chog'da yana qanday Avstraliyaniki yana muvofiq bahasiga qaytib keldi. Bir kun olmay bir kuni yana qaytib keldi. Ya bo'lmasa bir krizis yuz berib yana tushgan vaqtida qaytirib olsangiz, balkim sizga double qo'sh foyda qilishi mumkin. Uni o'ylab qo'yishingiz kerak. Andan keyin 8-si men nimani so'zlamoqchi edim. Mushu 7-si men eslatib qo'yay. Uzunga o'ynaymiz. Shunaqa anadan foyda ne qilmaysiz, ziyon tortmaysiz. Anki men ikkinchisida biz o'ynagan vaqtimizda tax to'laymiz, boj to'laymiz degan. Boj to'lagan chog'da masalan hozir bizdan Avstraliyaniki, Amerikaniki paychaklarni olsak 15% to'laydigan o'xshaymiz. Men yana aniqlayapman. Lekin boshqa davlatlarniki 30% dek ko'rdim endi. Ba'zan davlatlar o'xshaydi, hammasi emas. O'zingizniki shu nimalarga yaxshi qarab qo'ying. Boj to'laydigan narsalarga. Andan keyin yana bu Biden'ninki yangidan nimalar chiqyapti, siyosatlari, ularmi shu yaqindagi nimalarga paychakni bag'alarga ta'sir qilishi mumkin. Ular şirketlarniki bojlarini o'stiramiz deb joyiga ekilmiz deydi. Hamda chunki Trump chiqqan vaqtida pek tushirayotgan 20% mi tushirib qo'ygan. 27-8% ketdi. U chiqqan vaqtida balkim shu bu shirkatlarniki bahasiga ta'sir qilishi mumkin. 8-si hozircha esim kelmadi. Balki men shu 7ni tayyorlagan o'xshayman. Kilaftim isim kelib qolsa yana so'zlab beraman. Rahmat, bugun bir şey olsun. Men kilaksanda men sizlarga uyga qandaq az pul bilan, ozroq pulingiz bilan ham halol yo'l bilan qandaq uyga mablag' sola olamiz. To'g'ri yo'l bilan. Shuni men so'zlab beray sizga. Allohga emanet.